Omonsilar jo'llarim. Men shu salig'idan nima qilyapti, g'am beryapti shu nima efir kirishga salig'am beryapti. O'shanga endi bir nima bo'ldi, o'zi xabar bo'la qoldi, qaytib kirdim endi nima bo'lsa bo'lmasa. Bugun qalig'i gapiraman o'zimni. Mana shu nima deydi? O'zim tilimga gapiraman. Endi birta ikkitalarga yoqmay qolsa tomosha qilmasin degan umidgaman. Bugungi qalliq kimdir degan savolga, nima uchun qalliq degan nom bor degan savolga va qalliq nima rol bajargan shu Aziya uchun, Aziyani taqdiriga, mana shu bugungi Aziyani taqdiriga qalliq nima rol bajargan, aynan mana shu to'g'risiga gapiraman. Bu o'zi qalliqlarim uchun, agar bo'lsanga qalliqlarim keyin ko'rib eshitib olsanga bo'ladi. Xo'p, avval kamna qalliqni tarixidan gapiramiz. Qalliqni tarixiga bu o'risiga yozilgan kitoblari ham bu. Bizga bu narsa yetib kelmagan, bizlarga chunki yo'q qilganlar. Karlovskiy kaganat, Wikipediani ham topsanga bo'ladi bu narsani. Karlovskiy kaganat deb yozsanga bu chiqadi. Xitoy istochnikiga ham bu, arab istochnikiga ham bu narsalarni topsa bo'ladi. Xullas, Qarluq kaganati 4-5 asrga qalliq nomi buloq, uchoq buloq degandan nom olgan. Undan keyin 3 qalliq deb nom olganlar. 3 qalliq tashkil bo'lib, mana shu keyin o'z yerini kengaytirishni boshlaganlar. Keyin bunga 9 plemena kirgan. 9 ta mana shu plemenalar qo'shilib, mana shu qalliq nomi bilan bular Jungar olatog'idan to mana shu Sirdaryoga davr nima qilganlar, olib kelganlar, bularni davlat qilganlar. Eng katta davlat shu o'sha davriga qalliqlar davlati bo'lgan. Xitoyda tarix yozgichi aytadiki, qalliqni davlatini u boshidan bu boshiga davr yurguncha o'sha oti tuyasi bilan 30 kun yo'l yurgan ekan, bir oy. Ki qalliqni yeriga borib, u tomondan bu tomonga yetguncha. Xullas, bu qalliqni yeri bo'lgan. Lekin burga bir tarix yozgichilarni bir ikki mana shu xato narsalari bor. To'g'risini aytaman. Nimaga deganga, har bir nom alishganga bular davlat alishdi deb yozganlar. Lekin shu narsa ko'p xato narsa bo'lgan. Qalliq mana shu 6-7 asrlardan davlatini to 13-asrga davr davlati bo'lgan. Ya'ni 6 bo'lsa agar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 700 yil qarab qalliq davlati bo'lgan. To 13-asrga davr. Qalliqni o'zini davlati, qalliqlar yashagan nomiga davlat bo'lgan. Bu davlatni faqat nomi Qoraxonlik deb almashgan. Bu 10-asrga, 9-asrda o'rtasiga, 10-asrga yaqinlashganga kelganga bu davlatni nomi, kechirasizlar, arqadan nima kelaveradi? Nima deydi shu politsiya keldi deydi. Yo'l berish kerak. Skori bo'lsa bu narsaga yo'l berish kerak. Maksimal darajaga o'tish kerak svetofor. Chunki bir kasal olib ketyapti, bir bemor olib ketyapti, mana shunga hamma vaqt yo'l berish kerak. Xullas, qaytamiz qalliqqa. Ana qalliq tili ofitsialna mana shu davlat tili bo'lgan to mana shu 13-asrga davr
Qalliq tili davlat tili bo'lgan. Qalliqdi tili. Qalliqlardan ko'p shoirlar bu, qalliqlardan ko'p yozuvchilar bu. Eng muhimi birinchi Qur'onni mana shu turk tiliga qaytargan bu qalliq bo'ladi. Hozir mana shu kitob Toshkentga, O'zbekistonga muzeyiga qo'yilgan kitob. Buni o'sha Qoraxonlik davriga, ya'ni Qoraxonlik davriga, Qoraxonlik nom olgan davriga o'sha islomni qabul qilganga qalliqni mana shu olimi birinchi Qur'on tilli turk tiliga qaytargan qalliqni olimi bo'ladi. Qalliqni yozgichi, qalliqni shoiri. Qalliqlarni xel alin ketgan o'zini zamoniga, o'zini vaqtiga davlati bo'lgan. Qalliqlar Aziyani mana shu taqdirini hal qilgan qalliq bo'ladi. Mana shu Aziyani taqdirini hal qilgan bu qalliq bo'ladi. Qalliq Aziyani taqdirini hal qilgan bugungi. Nimaga deganga, u zamonga bo'lgan ma to Afg'oniston, mana bu territoriyalarga davr Xitoylar mana bugun Rossiya Tojikistonni upravlat qilayotgan bu territoriyalarni shohlarini, boshqalarini buni Xitoyliklar qilgan upravlat. Qalliqlar Xitoyliklar bilan urushganlar necha marta. Bitva Talas degan bir tarix borki, buni arablar 300 yildan keyin yozganlar. 3 asrdan keyin, bu urushdan keyin bu tarixda arablar yozganlar. O'sha vaqtda uyotib yozmaganlar. Endi boy bergandan keyin uyotaladi. Mana shu Bitva Talasga kirsanga, agar shu tarixda o'qisanga, qalliqlar sizlar bilasizlarki, bugungi Aziyani musulmon bo'lib turgan xalqini asli sababchisi qalliq. Asli sababchi mana shu narsaga qalliq bo'lgan. Qalliq bo'lmaganga bugun Aziya musulmon bo'lmaydi. Bugun Eron ham musulmon bo'lmaydi. Afg'oniston ham musulmon bo'lmaydi. Nimaga deganga, Rishayshi urushni qalliq o'tkazgan. Xitoyni Aziyadan chiqarish uchun Rishayshi urush qalliq o'tkazgan. 30 ming armiya bilan Xitoy kelgan, 30 ming armiya bilan arabni urushchilari bu tomondan kelgan. Mana shu Qozog'iston va Qirg'izistonning o'rtasiga Talas degan bir suv bor. Hozir ham nomi Talas o'sha suvning nomi. Aynan ana shu Talasga kelib, ikkalasi usul tomondan, bu tomondan to'xtaganlar. Mana shu yerga arablar qalliqlarni allatganlar. Konkretni allatganlar. Nimaga deganga, bu yerga qalliq pul uchun urushmagan. Qalliq faqat vlast uchun, gospodstvo deydi-ku, mana shu uchun urushishi mumkin bo'lgan. Men chunki ko'p tarixlarni ko'rib chiqdim, sababini kovladimki, qandoq qalliqlar qaysi sabab bilan urushdilar degan sabab bu. Chunki Xitoy qalliqlarga dan topshiraydi, pul beraydi, sponsorlik qilaydi. Hatto o'sha tarixga keladiki, qalliqlarning yurtasi atlasdan bo'lgan. O'sha sholukdan, atlas deyman. Sholukdan yurta qilganlar. Yaltilagan sholuklardan. Ki shuncha ko'p Xitoyliklar dolya berganlar bularga ki bizga napadat qilmasin. Sho'rlarga yuraversin o'sha shu dashtlarga deb. Qalliqni davlatiga 25 ta oblast bo'lgan. 25 ta oblast. Balasagun suya bu stolitsiyasi bo'lgan. Ikkita, birta ekonomik, birta mana hozir Amerikaga ikkita nima bo'lku, birtasi ekonomik, birtasi politik. Mana shuni qalliqni o'sha zamonga, 6-7, 8-asrlarga ikkita stolitsiyasi bo'lgan. Birtasi ekonomik stolitsiya bo'lgan,
birtasi politicheskiy stolitsa bo'lgan. Ikki poytaxti bo'lgan Balasagun, Suyab. Ikkita poytaxti bo'lgan. Qaytavuz urushga Qalliq kaganatidan kebirini aytib o'taysizlarga. Qalliq kaganatidan Qalliqlar Qoraxonlik davlati bo'ldilar. Ya'niki nomini alishtirdilar. Bu yerga tarixiy yozgichlar yozadiki, Karlovskiy kaganat перестал существовать, появился на его место Караханский государство. Bu g'irt yolg'on narsa. Bilmadim men tarix yozgichlar nima bunog'ini yozganlar. Nimaga deganga, xalq o'sha xalq, hammasi o'sha yer o'sha yer, hammasi o'sha, faqat nom almashgan. Mana hozir misol olaylik, Tojikiston taslim qilsaki nomimizni Somoniy davlati qilamiz. Davlat Somoniyon qilamiz deysiz. Erta davlatni alishtirsalar. Yo mana Sovetskiy degan rayon bor edi. Rayonni nomini alishtirdilar, Temur Malik qildilar. Nima odamlar almashdi, yo biror narsa almashdi, yo'q. Faqat nom almashdi, Temur Malik. O'sha odamlar, o'sha bizni tog'alarimiz, jiyanlarimiz, amalarimiz, xolalar hammasi o'shalar. Hamma o'sha odamlar, o'sha qalliqlar joyiga o'tiribdi, o'sha tojiklar joyiga o'tiribdi. Biror narsa almashgan emas. O'sha bizni uy joyiga turibdi. O'sha tog'ni tepasiga uyimiz turgan. Biror narsa almashgan emas bizni hayotimizga. Faqat nom. Nima edi? Alini o'sha Sovetskiyda o'z Temur Malik deydilar. Xolos. Yo million joyda alishdi, Voseni almashtirdi, hulbuq qildi. Biror narsa alishdi. Yo'q, Vose joyiga turibdi, o'sha uylar joyiga turibdi, odamlar joyiga turibdi. Faqat nom alishdi. Hulbuq bo'ldi. Vosedan hulbuq bo'ldi. Yo Abdurahmoniy Jomiy qo'ydi birtasini. Hech narsa almashgan emas. O'sha Tojikiston, o'sha yer, o'sha odamlar turibdi. Aynan Qalliq kaganatidan 19-asrda o'rtasiga 10-asrga nima bo'ldi? Davlatning nomini almashtirdilar, bo'ldi Qoraxonlik davlati. O'sha Qalliqlar edi. O'sha hammasi o'sha odamlar, o'sha Qalliqlar turgan edi. Bo'ldi Qoraxonlik davlati. Bu 13-asrga davr. Xulos, Qoraxonlik davlatiga o'sha zamonga Qalliqlarga arablar menimcha, endi men shu tarixlarni ko'rgandan analizimni aytaman, o'z analizimni. Qalliqlarga va'da berganki, sizlar bu yerga faqat shu Aziyaga, O'rta Aziyaga, shu Osiyoga faqat sizlar pravitel bo'lasizlar, shoh bo'lasizlar, agar biz Xitoylarni utsak. Va'da berilgan bu yerga. Talas bo'yiga 5 kun urush bo'ladi. 5 kun urush bo'ladi. 5-kuni 5 kunga arablar, musulmonlar 30 ming soldatdan yarmini yo'qotadilar. Ya'ni 15 ming soldati o'ladi o'shada. 15 ming o'sha jangchisi Talasni bo'yiga o'ladi. Xitoylardan bir 4-5 ming o'ladi, lekin arabdan ko'p o'ladi. Chunki Xitoy o'sha zamoniga urushga taktikasi zo'r bo'lgan. O'sha pozitsiyalari hammasi zo'r bo'lgan. Arabdan o'sha musulmon arab demaymiz, endi musulmon o'sha kengayib kelayotgan vaqtiga o'sha musulmon o'sha harbiy kuchidan 15 ming o'ladi, 15 qarib 20 ming o'ladi deydi. Kam qoladi. 10-15 ming orasiga soldati qoladi. 5-kun, последний kun urushi bo'ladi. Последний kun urushganga, o'sha oxirgi kun urushga Qalliqlar qo'shiladilar kelib. Qalliqlar qo'shilib, Qalliqlar ham bir aytishcha 10 ming lashkardan keladilar, 10 ming. Bir aytishcha ko'proq lashkardan keladi. Tarix buni har xil baho beradi. Qancha lashkardan kelgan bo'lmasa, 10 mingdan kelgan bo'lsa, 15 ming lashkardan kelgan bo'lsa, 10 ming lashkardan ham kelgan bo'lsa, Qalliq Xitoyda o'sha 30 minglik lashkariga atpor beradi. Uradan shu Talasni bo'yiga sindiradi. Xitoy orqa qaytadi. O'sha oxirgi kuniki Xitoy boshqa Aziya tomonga влияние o'tkazolmaydi. Ana shu sabab bugun Aziyaga islom tarqalgan. Birinchi bo'lib Qoraxonliklar turklardan qaysi birtasi birinchi qabul qilgan islomni, chunki o'rtaga qolgani uchun. Mana shu menimcha mana shu Toshkent territoriyalari bo'lsa kerak-da, shular birinchi qabul qilganlar. Undan keyin shu
eng shu massava turklarga islom qabul qilish uchun o'sha qanaqadir bir zo'r islom qabul qilsa qolgani ham qabul qiladi-ku. Hozir Mike Tyson islom qabul qilgan deb dunyoni hamma konsert solib yuribdi. Aynan shu. Keyin qoraxonlik o'sha davrga zo'r baquvvat davlat bo'lgani uchun islomni qabul qiladi. Qoraxonlik davlati ofitsialna o'sha kundan o'shargan arablarning va'dasi bilan arablarga ishonib qoraxonlik davlatini ofitsialna, ya'ni shu davlat dinini islom dini deb qabul qiladilar. Bu 13-asrga yodlaringdan chiqmasin. Hali bizda garang qilib alati yotadi Muhammaddan hali biz musulmon edik deb-ku. Keyin Muhammad musulmon bo'ldi, keyin biz ham bo'yin oldik-ku, biz aytdik biz bilaydik. Bu yolg'on narsa. Qalliqni dini bu Tengriya bo'lgan. Tangri deydi. Hali ham otalarimiz, bobolarimiz duo berganga nima deydi? Tangri Allohim deydi qollasin. Tangri Allohim qollasin deydi. Nimaga avval Tangri deydi? Ha? Biz nima deydik? Biz Tangri degan so'zni yagona deb bilaydik. Xiyol qildik, Tangri bu bir o'zi degan, bir Allohim qollasin degan so'z edi. Neki yo'q. Bu Tangri degan bu din ekan, Tengriya degan din bor ekan. Va 13-asrga davr qalliqlar Tengriya diniga bo'lgan. Buni ham sizlarga savet beraman, Tengriya dinini kirib internetdan bugun ko'p ochiq Tengriya dini, Tengriya nimadi, Tengriya dini nimadi, nimaga ishonganlar Tengriyalar, Tengriyalar bularni kirib internetdan o'qisanglar bo'ladi. Ana shu Talas urushdan keyin Xitoy chiqqan va keyin arablar o'sha islomni keyin tarqatishga muvaffaq bo'lgan. Agar o'sha arablar bo'y bergan edi, Xitoy yana dalshi Afg'oniston tomon harakat qilib, mana Toshkentni bu oraga bir marta Toshkentda olganlar musulmonlar, mana u Tojikiston bo'rlani olganlar, to Afg'onistonga davr Xitoylar urush surganlar arablarni. Qo'ymaganlar bu yerga dinini olib kelgani. Urush bo'lgan. Bu ikkinchi marta bo'lgan. Ana shundan keyin Xitoylar chiqib ketganlar Aziyadan, boshqa kelmagan armiya olib, Aziyaga boshqa armiya olib kelmagan. Mana bugun Si Zinpin kelyapti asta-asta. O'shandan keyin Xitoyliklar kelmagan. Arablar bilan qo'shilgandan keyin qoraxonliklar keyin o'z qudratini yo'qotgandan keyin qoraxonliklar o'z qudratini yo'qotgandan keyin qalliq davlati, qoraxonlik davlati ko'tiga kirgandan keyin bular pushaymonlarini yeganlar. Chunki bular nimaga allatganlar, yolg'on ishlatganlarki, sizlar bu yerga gospodstvo qilasizlar. Sizlar faqat rahbar bo'lasizlar. Sen islomni qabul qil, rahbar bo'lasan, tamom musulmon rahbari bo'lasan. Mana bugun bizga pirimiz bo'lku, pir deymiz. Bu ham aynan ana shu yerdan kelib chiqqanki, biz ma'lum qo'ygan qalliqlar, uylarga ma'lum qo'yganlar birtasiniki nima sizlar keyin bu musulmonlarni upravlat qilganda sizlarni dinlaring yaxshiroq bo'lsin, bilishlaring, din bilimlaring yaxshiroq bo'lsin deb keyin o'sha pir paydo bo'lgan bizga. Parchugan pirimiz bo'lku, alati bir umr bizdan dolya yig'ib yuriydi. Kidalla короче. Ana o'shardan pir chiqqan. Ana o'shanga keyin mana shu nima bo'lgan, keyin qalliqlar pushaymon yeganlar. Qattiq pushaymon yeganlar, chunki arablar bularni xushro'y allatganlar. Shuni g'alatganlarki, shu tuf demasdan itarib yuborganlar. Xitoyni urushga allatganlarki, sizlar gospodstvo qilasizlar. Undan keyin qoraxonlik xeli olimlarni o'sha xato qilmasam nomi Sotiq Bagraxon, xato qilmasam nomi, o'sha nomi ham xunuk Sotiq bo'lgan. Ana o'sha Sotiq nima qilgan bu yerga keyin? Olimlarni o'ldirgan. Qaysi olimni o'ldirgan? O'sha olimlarki Tangri diniga ishonaydilar, islom dinini qabul qilmaydi, lekin ilmlari zo'r edi. Ular olim edi. Mana qana Zarastizm diniga olimlar bor edi-ku ko'p. Tangri diniga olim ko'p edi, sitorashunoslar ko'p edi. Bular ko'p narsani bilaydilar Tangri diniga o'zlarining nimasini.
Nimaga keyin bularni nima qildi? Aytdi, "Davay bularni ibrat qilginki, bular seni davlatingga xatar keladi. Sizlar musulmon bo'lishing kerak." Yo'q, keyin yaxshi urushga polkovodchilarni ular qabul qilmadilar islomni. Nima qildi? Islomni qabul qilmaganni ibrat qildilar. Keyin orqasiga qaytib qaradiki, Qalliq davlati, Qalliqlar davlati, o'sha Qoraxonlik degan nom Qalliq davlati, shuning orqasiga qaytib qarasaki, ko'til uchab qolgan. Keyin Xitoyga o'z qaytaradilar obratna. Ya'ni Xitoydan olib berdi qilishni boshlaydilar. O'sha bu o'rtaga Xitoylarni daveriyasidan chiqqanlar bular. Men bu o'zimni xulosamni aytyapman. O'sha tarixdan kelgan. Men точносini aytmayman sizlarga. Men faqat o'sha tarixni o'qigandan keyin shu xulosaga keldimki, chunki bular ko'rdilarki, arablar o'sha bularni allatdi bir tarafdan. Namlamay, tuflamay urdi bularni, ko'tiluvcha qo'lilar. Baxtdan qarasa o'zini olimlarni o'ldirganlar, turma qilganlar. Bugungi Tojikistonni sharoiti aynan mana shunga to'g'ri keladi-da. O'sha olimni o'ldiradi, bir zo'rlarni o'ldiradi, bag'ayrat strateglarni o'ldiradi, turma qiladi, yo'qotadi hammani. Keyin qaytib qarasa ko'tiluvcha qolgan, hech kim yo'q, 4 ta raqqosa qolgan. Faqat Tojikiston va pesh o'ynab yuribdi. Aynan Qoraxonlikni davlatni, aynan mana shu Tojikistonni bugungi bo'lgan ishi bo'lgan. Hammani o'ldirganlar, qirganlar, komandirlarni, botirlarni turma qilganlar, o'ldirganlar. Arablar provokatsiya qilgan bularni o'ldirish uchun bir-birini o'ldirganlar. Keyin bir qarasaki, bir ikki gruppasi qolgan, Qoraxoni deb o'ynab yuribdi, raqqosa qolgan. U raqqosa hech kimga kerak emas, u biron ishni hal qila olmaydi. Faqat raqqosa nima uchun? O'ynaydi, yuragingni kam-kam tabingni ko'taradi, bir agar boshqa joying ko'tarilib qolsa, urasan, damingni hot qilasan. Tamom, shuncha ishi bu. Mana shu bugungi Tojikistonning ahvoli aynan ana shu Qoraxonlik davlatiga to'g'ri keladi. Hammani o'ldirganlar, o'ldirgandan keyin qaytib qarasa ko'tlarga hech narsa yo'q, orqalariga hech narsa yo'q. Arab nima degan? Kim aytadi sen bu yerga gospodство qilasan? Sen ikkinchi sortsan. Sen musulmon bo'lganingdan u ma'nosi yo'q. Sen bu yerga davlat qilsang, bu yerga o'zi asli arablar davlat qiladi deb nima qildilar? Keyin arablarni o'zlari keyin davlatni qo'llariga oldilar. Qolgan Aziyani xalqi yana ikkinchi, uchinchi sort odamlar hisoblanib qoldi. Boshqa shuningdan keyin Qoraxonlik davlati asta keyin, chunki 9 qabiladan, ya'ni 9 qabiladan iborat bo'lgan davlat edi. Bu oraga keyin har qabilalar Qoraxonni davlatini keyin domongni tagiga urray qilgan ishingdan deb har qaysi keyin boshqa qabilalarga, chunki uchenga stepnoy vaqtlar kim xohlamasa bir praviteldan turishdi, olaydi o'z qabilasidan chiqib ketaydi. U 9 qabiladan o'ra komandirlar bo'lgan, polkovodchilar bo'lgan, botirlar bo'lgan urush qilayotgan. Keyin hamma qabilalar nima bo'lib o'ra? Keyin oroz qilib yig'dilar jil jaydanlarni. Keyin har qaysi boshqa qabilalarga qo'shilib, nara-qaro taqsim bo'lib ketdilar. Qaysi keyin boshqa mana bugungi mana O'zbekistonga qolib ketdilar ko'pi. Keyin ko'pi Qozog'istonga qolib ketdilar. Ana Qirg'izistonga qolib ketdilar. Bular keyin o'sha har bir qabilalar o'sha 9 qabiladan iborat topgan o'sha bir Qalliq davlati, keyin ular o'zlarini Qalliq deb nomlaganlar. Asli ular nomi buloq bo'lgan qabilalar. Bular o'sha allin to davlat bo'lguncha bular bechoralarni shu qabilalarni qullak ishlatganlar. Ular xizmatgor bo'lganlar boshqa odamlarning qo'liga, o'sha Altay tog'lariga, o'sha sovuqlik joylariga ular xizmatgor bo'lgan. Aynan mana shu suratga men glavniy suratiga o'sha bir istoriyadan o'sha bayrog'ini olib qo'yganman. Mana shu sariq, mana shu bayroq bu Qoraxonlik bayrog'i, Qalliqlarning bayrog'i. Mana shu bayroq.
Buni simvolini ham aytib berganman, yana tag'in bir marta degan sizlarga nima qilaman aytib ham beraman. Bu sariq oftok. Sariq oftok. Mana bu o'rtasidagi bu oq. Bu ham tog'dak, o'sha tog'lik joy, qorlik joy oq. Keyin bu 9 qabilani o'sha nimasi 9 ta qabiladan iborat topgan o'sha qalliq davlati. Birinchi 3 qalliq bo'lgan. Mana shu 3 qalliq bo'lgani uchun bu 3 ta glavniy o'sha birinchi davlatni tashkil topgan bu 3 ta bu glavniy основатель o'sha qalliq davlatiga. Bular 3 qalliq deganlar. Avval 3 ta qalliqlar. Qalliq degani nimadir? Asli qorliq. Bu nomni menimcha bu nomni pastdagilar berganlar bularga. Mana bizga o'zi asli bir kelsa bu kimni desa Pomerdan deymiz-ku, mana Pomerliklar deymiz. Yo Qardan desa Ko'lovliklar deymiz. Yo bu Qardanni desa buni Lelnobodliklar deymiz-ku. Mana shuni o'sha zamonga ular o'sha qorliq joydan kelganlar bu nimaga paslarga kelganlar. Bularki davlat qilib o'zlariga o'sharga birinchi o'z davlatlarini quruv, o'zlarini o'sha shohlarini chappa qilib davlat qilgandan keyin bular keyin dalshi расширят qilgan vaqtiga dalshi расширят bo'lgan, ya'ni keng bo'lgan vaqtiga bularni shu pastdagilar nima degan, kimni bular deb so'raganga nima degan, qordan tushganlar qorliqlar, ana qorliqlar deganda bular qorliqlar. Endi shu qorliqlar degan so'z bularga endi hali o'ziga nima kimni desa Ko'lovliklar deymiz-ku. Yo bilmayman, kimni desa Pomerliklar deymiz. Mana shu endi. Yo kimni bular desa ana bir joyining nomini aytamiz. Endi bular o'sha Altay tog'iga bo'lganlar, o'sha qorliq joyga bo'lganlar, Oltoy, o'sha Oltoy sovuq, Oltoy issiq bo'lgan. Shular shu nima uchun oftokni ramzi degan ham ularga oftok o'sha eng bir muqaddas narsa bo'lganda, endi issiqlik bergan, yeyish ichishga, o't, tabiat ko'kargan mollariga. Shu uchun bular oftokni o'zlariga bir muqaddas deb, shu uchun rangini oftok rangi olganlar bayroqlariga. U buni o'qtirgani, u ham tog'da ham 9 qabila o'sha tog'di qabilasi degani yig'ilgan. 3 ta glavniy bu 6 ta mayda orqasiga. Nimaga deganga? Chunki 3 qarliq bo'lgan avval. O'sha birinchi o'zi. Mana shuni qilib qalliqlar yo'llarim. Mana shuni qilib qalliqlar. Mana shu bugun Aziyaga musulmonlik qolgani eng birinchisi qalliqlar bo'lgan. Qalliq bo'lmaganga o'sharga agar mana shu bitva talasni o'qinga o'zlaring o'shardan, bu men aytmayman. O'sha talas urushini o'qinga, talasni o'zlaring o'shardan fikrlaringiz chiqarib oling. Rishayshi urush bo'lgan. Agar arab o'sharga o'sha musulmon imperiyasi boy berganga edi, bular yana 1000 kilometrlar, necha 1000 kilometrlar arqa qaytaydilar. Ho, Eron zaminga qaytib ketaydilar qochuv. Nimaga deganga? Chunki Xitoy ikkinchi udari bundan og'ir bo'laydi musulmonlarning boshiga. Mana shu yerga qalliq bugungi har bir insonki o'sha islomga iymoni bor inson qalliq o'tirgan joyiga tikka turish kerak. Men buni to'g'risini aytaman. Kim agar islomga iymoni bo'lsa, kim musulmonchilikda agar qattiq iymoni bo'lsa, mana shu qalliq bo'lmaganiga bugun Aziyaga shu din bo'lishi bu под вопрос edi, ya'ni bu savollik narsa bo'lib qoladiki, o Aziyaga din bo'laydi yo bo'lmaydi degan. Chunki agar qalliq urmasa Xitoyda, arablarni Xitoylar uruv dalshi suruv yorishi mumkin edi. Neki mana shu qalliq Xitoyda uruv sindirib, arabni musulmonlarni va'dasiga ishonib, bugun o'z davlatini yo'qotgan bu qalliq. Bugun o'z nomiga musulmon davlatlar bizlarni ko'chmanchilar deb o'ylaydi. Bizlarni tarixi yo'q deb o'ylaydi. Biz ham aynan mana shu o'ylab yuraverdik. Neki keyin tarixlarni o'qigandan keyin, boshqa narsalarni
Keyin men bularni masalalarini keyin topdimki, to'xta. Biz qalliqlar bu ancha muncha emas biz qalliqlar. Biz qalliqlar bugungi o'zini musulmonman deb bugun biz tag'am qalliqlar nima qilamiz? Eshonlarga dolya beramiz. Eshonga biz dolya beramiz. Eshonlar bizga dolya berish kerakki, buncha yil eshonlar ayak keri 6-7 tadan xotin olib yashadi ota bobolari. Chunki qalliqni xizmat ediyor. Öyle qalliq xitoydi urdi. Bo'lmasa bu qardan keleydi bu musulmonlik. İnnamasaydı urring o'zlaring oralaringga. Ki Xitoy uru Arabni surib yuraydi Aziyadan. Qo'ymaydi turgani bu. Shuning uchun har bir eshon, har bir mullo qalliq o'tirgan joyga tikka turish kerak. Tikka. Albatta ikkita bilmayman bizga eshonlar o'zini pir deydi. Biz sizlarni pirimiz. Sizlar bizni pir emassizlar. Biz bularga pir bo'lishimiz kerak. Chunki biz bu narsani islomni Aziyaga qolish uchun, Aziyaga resha taylash uchun eng katta birinchi naqshni qalliqlar o'ynagan. Mana bu jonlarim ana qalliqning tarixi. Qalliq 7-asrdan 6-asrning o'rtasidan to 13-asrga davr qalliqni davlati bo'lgan. Qalliqni 800 yil davlatdorligi bo'lgan. Somoni dunyoga tug'ilgan yo'q edi, Qalliq kaganati bor edi. Qalliq kaganati. Somoni 846-yil agar xato qilmasam tug'ilgan. Qalliq davlati 100 yil Somonidan tug'ilishidan allin Qalliqning kaganati davlati bor ediki, uni davlati Altay tog'idan to Sirdaryoga davr mana Sug'dilar. Bugun bizlar tojiklarning orasiga yashayotganlar. Mana Sug'dilar bizlarni nimasiga yashaganlar. Qalliq davlatini ichiga yashaganlar. Sug'dilar. Buni tarix isbot qilib beradi. Men Facebook'imga qo'yganman o'sha Astana Arslon Kagan degan Facebook'ga kirsanga o'shara meni Facebook'im anglisiga yozsanga Astana Arslon Kagan yozsanga men bugun nomimni ham alishtirganman. Men nima qilaman, menga bilmayman, menga bir arabiy nom bersalar menga, men bu nomlarga o'risi familiya bersalar menga bu narsalar kerak emas. Meni o'zimni kaganlarim bor edi, meni o'zimni qalliq nomim bor. Bu men nima uchun o'ris familiyasidan men arab nomini olib yursam o'zimga? Meni nomusim bu. Men qalliqman degandan keyin men nomim ham qalliqi bo'lish kerak. O'shanga shu kaganlarning ichiga Arslon Kagan degan qalliq kaganatiga kagan bo'lgan, ya'ni shoh. Bular bir xillari king deydilar, bir xillari tsar deydilar, bir xillari podshoh deydilar. O'sha podshoh vaqtiga bu kagan degan turklarga, qalliqlarga, ularga kagan deganlar. Men o'zimni Arslon degan kagan bobom bo'lgan, ojdodim bo'lgan. O'shaning uchun men o'zimga bugun o'sha Arslon ojdodimni, Arslon bobomning nomini o'zimga qo'yganman. Men Arslon. Men arabiy nomdan Krest, o'risi familiyadan ham Krest. Menga Eyev, Viyev, Vichev, Michev kerak emas bu narsalar. Bu o'risniki. Men Astana boboning o'g'lodidanman. O'zimni o'sha Astana bobodan bilaman. Astana meni zuriyo o'sha resham o'sha topishi. Nomim Arslon bobomni, Arslon Kagan bobomning nomi. O'sha o'zini
proзвище Kagan degani uchun o'sha orqasiga Kaganni ham yozib qo'ydimki, Arslon Kagan, ya'ni Arslon Kagan bobomning nomi o'lmasin, o'chmasin, menga bo'lsin. Men o'zimga olganman. O'shaning uchun men dokumentlarim ham Arslon yozilgan. Akmal deb yozilmagan. Arslon. Arab nomlari menga kerak emas, arab nomi, menga boshqa nom ham kerak emas. Men arab emasman, o'zimga arab nom bersam, men qalliqman. Men qorliqman. Men qorliq kaganatini patonkasiman, oyandasiman men shu bugun. Shuning uchun qalliqlar jonlarim, sizlar o'zlaringni men hech kimdek hali qo'yga o'xshab yurmang. Qalliqlarning she'ri bu, qalliqlarning g'azali bu. O'rtaga bir narsani aytib o'tib ketay. Mana shu Qozog'istonning Taraz degan shahri qalliqlar bunyodguzori deydimi, deydi, o'sha birinchi toshini qo'yib shu shaharda Taraz degan nomga qurgan mana shu qalliqlar. Mana Qozog'istonga Chu degan joy bu. Chu degan. O'rda ham shu nomga qalliqlar qo'yganlar. O'sha qalliqlar qo'yilgan nom. Mana shu Tarazga Aysha Bibi degan joy bu. O'sha Jambulga. Chimkentdan Jambulning o'rtasiga Aysha Bibi degan joy bu. Mana shu Aysha Bibi aynan mana shu Qoraxonlik davlatini bo'lgan istoriyasi. Yaxshi ko'radi bir-birini, otasi bermaydi. Bir aytishcha Qoraxonning qizi kimni ham yaxshi ko'radi, bermaydi. O'sha Qoraxon deyman, o'sha Qoraxonlik davlatining shohining qizi. U uylardan qochadi, ilon choqib o'ldiradi. Bir aytishcha Qoraxon o'sha shoh yaxshi ko'rgan uni. U qochib shohtaliga kelayotganda yo'lga o'sharga kelganda ilon choqadi, o'ladi. Bu endi bir qissa, qancha haqiqati bu men buni ayta olmayman. O'shara ko'madilar, keyin o'shara maqbarasini soladi. O'sha shoh o'lganga o'shani yaqiniga, o'sha rubarusiga shohni ko'madilar. Chunki ikkalasi bir-biriga qarab turgan. Hozir bugungi oshiqlar, mashhurlar hammasi Oysha bibini o'sha nimasiga borib ziyorat qilib duo qiladilarki, biz ham sizlardek shunday ishqimiz qattiq bo'lsinki, bir-birimizdan shu o'laynik-ku, ajralmaylik deb. Yana bir qissa bo'ldi. Oysha bibi degan postam bu. Ya'ni men aynan shu Oysha bibi bu mana shu qalliqlarga, mana shu meni senga daxli bu, meni seni istoriyam. Mana shu 7-6 asrda o'rtasidan 13 asrga davr, mana 7 asrdan 13 asrga davram desak, qalliqlar davlati bu bo'lgan, mana shu arablardan qo'shilib qalliq davlatdan ham qolgan, qalliq nomdan ham qolgan, qalliq hamma narsadan qolgan. Bugunga davr tam o'sha eshonlarga biz dolya beramiz. Hazrat eshon ya dobti Hazrat eshon. U eshon nima uchun eshon bo'ldi o'zi bilmaydi. U eshonni biz bor edik, eshon bo'ldi qalliqlar. Bizni bobo kalonlarimiz bularni o'sha bor ediki, bular eshon bo'ldilar. Agar ular xitoyliklar bilan urushmaganda bu eshonlar om deb butparast bo'lib yuraydilar. Om deb butparast bo'laydilar bular. Hozir bugun bular musulmon bo'lib turganiga har bir musulmon qalliqqa, bu qalliqning nasliga благодарный bo'lish kerak. Qalliq o'tirgan joyga ko'ra kelib, yo hazrat, har bir insoniki xudosiga, payg'ambariga iymoni bor musulmon. Qalliq o'tirgan joyga-ku, shuni joydan to'ra kelib, yo hazrat deyish kerak. Dolya berib turish kerak. Ya'ni buncha qalliqni bularni musulmon bo'lganiga buncha qalliqni o'sha eng glavniy roli bu. Hali bu musulmonlar qalliqlarni yomon ko'radilar bular. Bu qalliq otangdan ham buzurg. Bu qalliq ana o'tib ketgan 4 ta avliyongdan ham buzurg. Agar bular bo'lmaganga hozir sen butparast bo'lib o'tirding. Om yo but devol butparast bo'lib o'tirding bu chenga. Mana shu qalliq bor ediki, sen bugun musulmonsan. Благодаря qalliqqa sen ana shu boshqalaring, mana shu tojik bo'lsin, bilmayman, afg'oning bo'lsin, boshqang bo'lsin,
Mana shu blagodariya qalliqqa sizlar musulmon bo'lib o'tiribsizlar. Bugun o'sha xudolaringga, payg'ambarlaringga iymonlaring bu. Qaysingni iymoni bo'lsa agar qalliqni xafa qiling, qalliqqa agar kach qarading-ku, agar qalliq kim bo'lsa bo'lmasa. Lekin qalliq tufayli sen musulmon bo'lgansan, seni ota bobo ajdodlaring mana eshon va avliyo bo'lganlar. Qalliq tufayli. Sen qalliqqa ko'zingni kach qilib qarashga haqqing yo'q. Qalliq o'tirgan joyiga sen tikka turishing kerak. Chunki biz o'sha insonlarning naslimizki, o'sha insonlar shu xizmatni qilib, urush qilib jon berdi. Sizlar musulmon bo'ldinglar. Bilasizlar shuni. Bu narsani o'zlaring o'qing. Hali bu urushga xudo qilmadi. Agar biron tojik qilgan bo'lsaydi bu narsani hali dunyoga ko'tarib vag'lab yuraydiki biz qildik buni deb. Lekin xalqni qo'ycha ham qadri yo'q. Buncha qilgan xizmatlaringdan xalqni qo'ycha qadri yo'q. Na Tojikistonga, na O'zbekistonga, na Qozog'istonga, na Qirg'izistonga o'zini qalliq deb bilgan insonlar qo'ycha qadri yo'q. Aqalan qalliqni nomiga bir avtonom oblast bo'lmadi. Davlat nara tursin? Ey to'xta, shular tufayli biz musulmon bo'lganmiz. Ya'niki buncha predatorlik qilganlar musulmonlar. Bunchaki vaqtiga va'dani berib turib, keyin oxirgi отказ qilib, hatto bular davlatini yo'q qilib yuborganlar. Bilasizlar shuni. Keyin mana shu yerga bo'ladi-ku bir avtonom oblast. Ana shu tojiklar orqali o'sha yerga turgan qalliqlarning nomini yo'qotdilar. Bir qishloq qalliqning nomiga bor edi, olib yo'qotdilar uni. Bugun da'vo qiladilar biz musulmonmiz desa, musulmon bo'lsang bir o'ylamaysanki, buncha xizmat qilgan bu qalliqni seni vataningga turgan bu seni faxring bo'lishi kerak. Seni gordisting bo'lishi kerakki, shu millat ki islomni birinchi asosiy sababchisiki Aziyaga qolgan. Islom qoldi. Bo'lmasa islomni uruchiga o'raydilar. Qo'ymaydilar Aziyaga. Islom qoldi shu yerga. Islomni birinchi qoldi deganiga mana shu qalliq sabab bo'lgan. Mana shu Tojikistonga ham ularning haqqi bor edi, bir shaharni qalliqlar shahri deb qo'yishga-ki, mana shu insonlarning avlodlari, bobolari shu xizmatni qilganki, bugun biz musulmonmiz deb. Bilasizlar shuni. Mana shu narsa bo'lmagan. Mana shu narsa yo'q bo'lgan. Qozog'istonga ham, Qirg'izistonga ham yo'q. Qalliq nomiga na O'zbekistonga ham bir oblastni avtonom oblast qilib qalliq nomiga qo'yish bu bular uchun shunchalik qo'rqishlik, shunchalikki vah bu nima bo'ladi deb qo'rqadi. Bugunga davr qalliqni 13-asrga yo'q bo'lgan o'lib ketgan davlatidan bugunga davr qalliq nomidan muncha qo'rqadilar. Ki bir davlatni bir oblastni avtonomniy oblast, Qarliq avtonom oblasti deb qo'yishga qo'rqadilar. Bilasizlar shuni. Bo'lmasa bugun Qalliq haqqi bo'lgan shu Jambul Taraz degan joyda Jambul oblasti deb qo'yganlar. Ana o'sha Jambul ota Qozog'istonga bir avtoritet ota bo'lgan, u tarixga o'zini joyi bor ota Jambul ota. Neki boshqa joyda Jambul ota deb qo'ysalar bo'ladi. Va ana shu o'rtadan shu Talas joyda Qozog'iston, Qirg'izistondan yer ajratib ana shu yerga maydagina ham bo'lsa Qalliq kaganati davlatini qurish kerak. Bu narsani men sizlarga aytaman ki Qalliq bu istoriyaga eng важный rolni turk tarixiga o'ynagan bu Qalliq kaganati. Buni yaxshilab o'qib chiqinglar, keyin bilasizlarki kimni. Agar shu turk olamiga agar 5 ta tillo tarix sutumi bo'lsa, shu 5 tillo tarix sutumini birtasi Qalliq. Qalliqning roli, Qalliqning davlati. Ki bugun turk olamini faxri bo'lib turgan. Neki bugun turk olamiga bir qarish yer topilmaydiki, bir oblast Qalliq oblasti deb nomlansa. Qalliq oblasti deb nomlansa. Turk olami dunyoga aytayotman-ku shu 5 turk olamini tarixini sutumi, tillo sutumi bo'lsa birtasi Qalliq. Neki bir oblastni ajratishga
ki mana shu yerda Qalliq bo'lsin deganga, Qalliq oblasti bo'lsin. Kelsinlar, mana Afg'onistonga bu bechoralar qolib ketgan. Aytdim-ku, bu 9 qabila bo'lgandan keyin 9 ta endi katta 9 qabila. Qoraxonlik islom qabul qilgandan keyin ko'p qabilalar qochganlar. Xitoyga ham qochib ketganlari bor qabilalar. Bular turmadilar Qoraxonlikdan, islomni qabul qilmadi. O'sha kim Qoraxonlik davlatini o'sha ko'tiyalagichlari edi, o'sha ishanganlar, o'shalar qoldilar. Ular qolgandan keyin ularning glavnilarini o'ldirdilar. Arablar bu yerda provokatsiya qildilar, o'sha musulmonlar. Bularni o'ldirdilar bir-birini. O'lgandan keyin u plemina glavnilarini o'ldirgandan keyin u pleminalar boshqa o'zlariga lider ixtiyor qilib qochib ketdilar. Qochdilar. Qoraxonlik davlatidan qochdilar. O'shandan keyin Qoraxonlik davlati Slaviya bo'lib qoldi. Qalliqlar davlati. Mana shuni musulmon makriga uchrab, shuni buzur davlatni qo'llan bergan bugun yo'q. Shuning uchun aytaman qozoqlarga, qirg'izlarga, bovurlarimga-ki, mana shu yerlarga Qalliqning haqqi bor. Qalliqning yerlari bo'lgan. Qalliq ham bir vaqtlar davlatlari bo'lgan. Hech bo'lmaganga davlat bo'lmaganga oblast men sizlardan ajratishlaringni yer ajratib Qalliq oblasti, avtonom Qalliq oblasti Qozog'istonga qarasin, Qirg'izistonga qarasin, bu farqi yo'q. Men talab qilaman bu narsani. Ki bu Qalliqlar Afg'onistonga ham bu, Tojikistonga milliondan o'tgan Qalliq, nega hammasini tojik yozib yuborganlar. Yo'q, 7 ming Qalliq qolgan deydi. 7 ming inson o'zini, menga o'xshagan 7 ming odam o'zini sotmagan. Qolgan hammasi pasportlarini tojik qilib ketganlar. Shu uchun Qalliq tili o'ldi deydi, o'lik emas. Mana men gapirib o'tdim shu Qalliq tiliga. Mana shu Qalliq tili, mana shu Qalliq tarixi, shu turk olamiga xizmat qilgan millatni, turk olamiga o'z izini qoldirgan, o'z nomini qoldirgan Qalliqni bir avtonom oblast bo'lishga haqqi bor. O'zbekistonga qolgani ham, o'sha qochib ketgan Qalliqlar ham Qalliqlardan bugun avtonom oblast bo'lsa, o'sha Qalliqlar o'zlari qaytib keladilar. Qoraxon davlatidan qochgan Qalliqlar Arslonxon davlatiga qaytib keladilar. Arslon Kagan davlatiga qaytib keladilar. Nima O'zbekistondan bo'lsin, nima Afg'onistondan bo'lsin, nima Xitoydan bo'lsin, qayerga qochib ketgan bo'lmasa. Qoraxon davlatidan qochgan Qalliqlar Arslon Kagan davlatiga qaytib keladi, oblastiga. Men sizlardan bir turk, mana shu turk olamiga, turk tarixiga o'z izini qo'ygan, o'z nomini qo'ygan Qalliq Kaganatni mana shu avlodlaridan, nevaralaridan menman so'rayman sizlardanki, yer ajratinga Qalliq oblastini quraylik. Bu narsaga turk olamining ichiga Qalliq oblasti bo'lishga Qalliqning haqqi bor. Va bu nom ham turk olamiga, qanoqki tarixiga boku, ya'ni bugungi olamiga ham tirik bo'lib turishga Qalliqning haqqi bor. Bu narsaga. Jonlaring omon bo'lsin. Hammalaringni sog' bo'linglar, jonlarim, salomat bo'linglar. Oyoqlaring taygulay, hammangni. Men bu narsani qozoqlardan ham, mana shu turk olamidan, mana shu Erdo'g'ondan ham, kimiki Ozarbayjon ham, Armiyan ham, hamma Armiyan deyman, Armiyan turk emas. Mana shu hamma turk olamidan mana shuni men talab qilib so'rab qolamanki, shu narsaga o'tirib kelishib, aynan mana shu Qozog'iston, Qirg'iziston o'rtasidan mana shu Talas bo'yidan bir oblast ajratilsin Qalliqqa. Yoki kullan Qirg'iziston territoriyasidan ham ajratilsa rozimiz, yoki kullan Qozog'iston territoriyasidan ham ajratilsa, butunan busidan ham bir oblast ajratilsa, biz rozimiz. Keladilar Qalliqlar o'zlari o'sha yerda obod qiladilar, o'sha davlatga o'z xizmatlarini ko'rsatadilar va Qalliqni
istoriyasi, qalliqni nomi turk olamiga qoladi. Istoriyasiga ham nomi qoladi va bugungi turk olamiga ham bir burda yer ham bo'lsa, bir porcha yer ham bo'lsa, qalliq nomi turk olamini ichiga, turk yerlarini ichiga qalliq nomi yayrab turadi. Bu narsani o'ylasin Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham. Hammalaringa omad, qozog'imga ham, qirg'izimga ham, qallig'imga ham, o'zbegimga ham hammaga omad. Hammalaringa faqat yayrash, yashash da shuncha orzum bu. Neki shu orzularimni ichiga ham biz ham qalliq olami bo'lib, sizlarning orasiga yayrab yashashga haqqimiz bor. Va shu Arslon Kagan ana shu qalliqlarni patonkalari nevarasi mana men bo'laman. Tojikistonga milliondan ko'plar. Hammasini agar chaqirsang milliondan ko'p bo'ladi. Jonlaring omon bo'lsin hammalaringni. Qozoqlar, qirg'izlar, bo'g'irlar, o'zbeklar. Meni Facebookum Astana Arslon Kagan. Chiqasizlar, yozasizlar, tanishganimdan hammalaringdan yerdan osmonga davr xursandman. Hammalaringni Tangrim asrasin. Tangrimni tayiga ona yer ustiga jonlaring omon bo'lib dard ko'rmay yuring.